do'stlar. Короче, bitta strategiya ishlatgandim. Effekt beryapti. Shuni sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'ldim. Videoning oxirida buni strategiyani ham ko'rsatib o'taman. Qanaqa yaratilishini juda oddiy. Mana 700 marta aylandi, 63 mingta letk berdi. Level ko'tarish uchun bu faqat levelga ishlaydi, balansga ham ishlayapti. Levelga juda yaxshi ishlaydi. O'shaning uchun sizlarga ham faqat bitta narsa, balansingizga qarab mana shunday mingdan tikasizlar. Mingga ko'paytiradi har yutqizganda. Mana biri-biriga qo'yib o'ynaysizlar. Taktikasi shunday buni. Boshqacha o'tmaydi. Boshqachasiga o'tmaydi. Endi video cho'zilib ketmasligi uchun mana ko'rib turganlaringizdek mana qizilga tushyapti, mingga ko'tarib yutuq bilan beryapti. Mana 11 ming yutuq bilan beryapti. O'shaning uchun mana shunday o'yin davom etadi. Buni bemalol telefoningizga yoqib qo'yib boshqa ishlaringizni qilib qo'yib ham o'tiraversangiz bo'ladi. Umuman zararga o'tmaydi. Lekin balansingizga qarab 4 martagacha dagonni hisobini olib, 4 martagacha, biri-birida ham 4 marta, 5 martagacha azartga berilsa yutqazish beradi. O'shanga yetarli mablag'ingizni mana 2 marta beribdi. Yetarli mablag'ingizni hisobini olib tiking. O'sha 4 marta dagon yetadigan bo'lsin, 4 marta, 5 martagacha dagon yetadigan bo'lsin. Sabrli bo'lib o'yinni davom ettiring. Albatta level ham, balans ham ko'tariladi. Mana 80 ming yutdi mana hozirgacha 900 ta bo'ldi aylantirish. Endi shu o'rinda sizlarga strategiyani ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Shuning uchun to'xtataman. Tak, mana 83 mingda to'xtatdim yutuq bilan. Tak, strategiyani ko'rsatsak. Tushunib oling. Mani balansim. Mani mingdan tikkanman. 100 dan yutuq beryapti. 100 dan. Ko'paytirish 1-1. Koeffitsiyentga qo'yasiz. Strategiya mana buni oxirigacha turasiz. Agar sizda bu strategiya bo'lmasa, mana bu yaratishni bossangiz, mana shunday chiqadi. Keyin mana bu ko'rsatganlarimni skrinshot qilib olsangiz, mana shu level. Mana shuni skrinshot qilib olsangiz, mana shunday o'ynaysiz. Mana shu strategiyani taxlab shunday o'ynaysiz. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Oddiy va kam. Boshqa hech narsa kerak emas. Skrinshot qilib olgan bo'lsalaringiz, keyin kommentariyimga bittasi yozibdi. Keng saytlari pul bermaydi deb. Pek saytlarni o'zimiz bilamiz hammasini 100% pul beradi. Bilmaganlar ham ko'rsatganman videolarda. 100% pul berishini. Keng saytlarda uncha ishlamaganligim uchun, faqat pek saytlarda ishlab kelganligim uchun hozir keng saytlardan pul chiqarganimni ko'rsataman. Bilmadim qachon eslolmayman, lekin chiqarganman.
Qisqasi, mana shu Benepik.io saytlari kengmi, tekmi farqi yo'q. io nuqtadan keyin io bo'lsa, ular ishonchli hammasi. Pul chiqaradi. Faqat u chiqaradigan odamga bog'liq. Adresni adashmasdan to'g'ri joylasa, mana shu joyiga yechib olish manziliga adresni, misol Benefikdan yechadimi, boshqasidan yechadimi, Tompikmi, Trompikmi, farqi yo'q, Letcoinmi, qaysi saytdan yechishidan qat'iy nazar, mana shu pul yechib olish manzilini to'g'ri kiritib, hamyonni manzilini to'g'ri olib, to'g'ri kiritib yechsa 100% to'lab beradi. Mana meni pul chiqarganlarim. Kecha chiqargan ekanman, 7-chислоda. Mana bir haftada $1, $1, $2dan $3 yaqin ana shunday pul chiqarib kelyapman ekan mana aka. $3 oralig'i juda qisqa mana aka. Bu yerda ko'p hammasini ko'rsatishga video cho'zilib ketyapti. Tak endi keng saytlarda qaysida pul chiqargan ekanman. Tak tondami. Menimcha tonda pul chiqargan bo'lishim kerak. Bunda istoriyani ko'rsatmas ekan, pul qanday qisqasi pul chiqarganman. Ishonchli. Negadir ko'rsatmayapti amaliyotlarni qanday. Tak. Ha, mana bu yerda bor ekan. Mana bu to'lov oldingizmi nima? Qisqasi mana shu yechib olganlarimda mana. 2 marta pul yechib olgan ekanman. Shunday. Hammaga rahmat. Salomat bo'lingizlar. Aksiyanada selkalarni qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib, laykchalarni bosib, soatiga $4-5 topishni harakatini qilingizlar. Qiyin joyi yo'q.